Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men To'ychiyev Nodir. Jahon chempionatiga chiqish bizni bir orzuyimiz, bir katta bir maqsadlarimiz edi. Hammalarni shu fursatdan foydalanib prezidentim tabriklayman. Bu katta narsa, bir jahon chempionatida qatnashishni o'zi bir katta yutuq. Biz uchun Parijda bo'lib o'tgan 2024-yili Olimpiadada 400 ta muxlislar borgan bo'lsak, fanatlar borgan bo'lsak, shu yerda mana O'zbekiston kiyimlarini ko'chada kuylab, qo'shiqlar aytib yurganimizda butun dunyo ko'rdi, butun dunyo biz bilan qo'shiqlar aytishdi va qoyillar qolishdi. Biz o'zimiz ham eng katta baribir muxlis bu siz muhtaram prezident. Bizni boshimizda va siz turibsiz. Sizga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Jahon chempionatiga ham boramiz. Qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta sizni ko'magingizda shunga rahmat deymiz. Butun o'sha 40 millionga yaqin xalqimiz hamda O'rta Osiyo dedi hozir mana Eldorbek ham bu bitta O'rta Osiyo emas, bu yerda butun Italiya ham bizga baleshlik qiladi, bu aniq. Kolumbiyasidan ham qo'rqmaymiz, boshqasidan ham qo'rqmaymiz, faqat olg'a bosamiz. Sizga mana medal berganlaringiz menga qanaqa kuch-quvvat bergan, kuch beradi ham avans deb bilaman buni. Shunga u yerda Amerikada hali boshqacha kayfiyatda buni eplaymiz. Hamda bu futbolni rivojlanishda sizga aytyapman, yana bir bor katta rahmat. Shu aytganingizda 40 millionga yaqin xalqimiz bilan bularga omadlar tilaymiz. Sizlar 12-futbolchi bo'lib maydonga chiqib, ular bilan birga kurashasizlar deb ishonaman. Albatta.